Bugun Apple'chilar ko'rish kerak bo'lgan video o'tkazib yormaymiz. Apple'chi tanishingiz bo'lsa tez yuborib qo'yamiz. Sababi 27 tali 5K o'lchamdagi monitorimiz hisoblanadi ham Windows uchun, ham Mac uchun. Haqiqatdan to'g'ri keladi. Sababi o'zi Mac'chilar 5K yoki 6K ishlatishadi o'sha Apple Studio Display'da. Bugun o'sha Apple Studio Display bilan bellasha oladigan monitorni ko'rib chiqamiz. Asus ProArt oilasi vakili PA27GCV deb nomlangan. Oldingi ProArtlardan asosiy farqi bunda DCI-P3 ham standartlarga javob beradi. Ya'ni DCI-P3 ni ancha yaxshi qo'llab-quvvatli Type-C kabelimiz bor. Ham zaryadga berish mumkin, ham monitordan tasvir qabul qilish vazifasini bajaradi. Bizda HDMI kabel, pitaniya kabelimiz, ya'ni bizning regionga moslashgan. Shuni o'zidan ko'rsak bo'ladiki, blok tanani monitor ichiga joylashtirish. Ya'ni bu oddiy kabel. Qanaqadir blok tanasi yo'q. Foydalanish uchun bizda ko'rishimiz mumkin yo'riqnomasi va o'sha menga yoqadigan ichida Asus ProArt oilasiga xush kelibsiz degan konvertchasi. Menga juda yoqadigan. Haqiqatan qimmat monitorlardagi muammo bu ekranni tozalash hisoblanadi. Tozalash uchun o'zi kichkinagina lattacha qo'shib beribdi. Oyog'ini pastki qismi juda ham chiroyli rangda ishlangan. Ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli dizayn. Hatto bu yerga ekran o'lchamini ham yozib qo'yishibdi buni. Usti plastik. Mana bu plastik faqat ham temir. Muhimi juda ham qulay, oson yig'iladi. Tanasini ko'tarib turuvchi qismi bizda juda ham chiroyli dizaynda, kabel menejment uchun joy. Vesa qismini alohida qilishibdi, oyog'imizni qotirib oladigan qismimizni. Mana bunaqa zamon, bu qismini alohida qilishibdi. Ya'ni to'g'rilab olamiz. Ichkarida zamoki bor. Buni yopib qo'ysangiz zamokka tushadi. Mana. Ancha mustahkamlandi. Nima uchun ikkita qismga bo'ldi deydigan bo'lsak, mana shu qismda korobkaga soladigan bo'lsak, korobkamizda juda ham katta joy egallaydi. Ya'ni korobkani juda ham ingichka dizayn qilish uchun mana bu qismini, oyog'ini ikkita qismga bo'lishgan. Oyog'ini pastki qismini qotirib olamiz. Oyog'ini qo'yib darrov yig'ib olsak bo'ladi. Mana tayyor. Monitorimiz yig'ildi. Ana endi shu monitorimizning texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishamiz. Birinchi galda diagonal bizda 27 hisoblanadi. Bu diagonalga juda ham mos deya olmayman, lekin ayniqsa Mac ishlatuvchilar uchun juda ham to'g'ri keladigan o'lcham bu 5K hisoblanadi. 5120 ga 2880. Buni oyog'iga ham alohida e'tibor qaratgan holda chiroyli qilib yozib qo'yishgan. Monitorimizni ko'rishimiz mumkin, ya'ni bizda IPS hisoblanadi, ya'ni kamera ham yon tarafdan turibdi. Agar VA yoki TN matritsa bo'lganda yon tarafdan qaraganda tasvir ancha o'zgarib ketgan bo'lardi, ya'ni IPS. Odatiy IPS monitorlarga qaraganda eng yaqqol ajralib turadigan fishkasi buni kontrasti hisoblanadi, ya'ni o'zi IPSda 1000 ga 1 bo'lsa, bunda 2000 ga 1 nisbatda bu degani oq va qora ranglarni yana ham chuqurroq, yana ham haqqoniyroq ko'rishingiz mumkin bo'ladi degani. Yorug'ligi ham ancha yuqori deyishim mumkin. Yorug'ligi esa haqiqatdan yetarli deb aytishim mumkin. 400 kandela taqsim, metr kvadrat va hatto HDR rejimda bu 600 dan ham oshishi mumkin ekan. Muhimi old qismi bizda maxsus himoya vositasiga ega, ya'ni Lux Pixel deb nomlangan. Ya'ni bilamiz, ofisda ishlaganda yoki boshqa bunaqangi chiroqlar studiyada ishlaganda oldiga har xil yorug'liklar tushadi. Ana shu yorug'liklarni qaytarish funksiyasiga ham ega. Shu monitorimiz haqiqatan juda ham ingichka va juda ham slim dizaynda, ya'ni Mac uchun ham ancha to'g'ri keladigan dizaynda ishlangan. Ana endi uni portlariga to'xtaladigan bo'lsak, uni orqa qismida
bizda bitta HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, undan tashqari ikkita Type-C bor. Buni Type-C ni bittasi bizda ham DisplayPort hisoblanadi. Ya'ni Macga to'g'ridan-to'g'ri ulab ishlatgan paytingizda, misol uchun MacBookga ulagan paytingizda yoki notebook ulagan paytingizda ham tasvir uzatadi. Qolaversa 96 vattgacha zaryadga berish ham mumkin. Yonidagi Type-C esa shunchaki odatiy Type-C va yonida yana USB 3.0 dan ikkita bor va mana pastki qismiga yana bitta mana shu joyiga USB 3.0 qoldirishgan, keyin yana bitta Type-C qoldirishgan. Oddiy USB. Buni asosiy farqi esa bizda bu yerda bu Type-C'miz ham bizda 15 vattgacha zaryadga berish mumkin. Misol uchun qanaqadir qurilmani zaryadga qo'yish kerak bo'lsa, aynan shu yerga ulab biz zaryadga qilishimiz mumkin bo'ladi. Va istalgan boshqa monitor singari bitta mini jack bor, ya'ni pastga egilib o'tirmaslikligi uchun. Naushnik porti ham mavjud. Undan tashqari ushbu monitorimizda o'zini stereo kolonkalari bor. Mana shu yuqori qismiga joylashtirilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ushbu kolonka testi natijasini ham o'zingiz eshitib ko'rishingiz mumkin. Ana endi shu monitorni o'yin bo'yicha xususiyatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, to'g'risini aytaman, albatta bu monitor o'zi 99% holatda o'yin uchun mo'ljallanmagan hisoblanadi, lekin shunaqa bo'lsa ham 60 Hz da ancha-muncha mana shunaqangi ochiq dunyo o'yinlari, strategiya yoki turli simulyator o'yinlarini mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Misol uchun, yoningizda kompyuter yonida PlayStation 5 turadigan bo'lsa, PlayStation 5 ga ulagan paytda 4K da ham 60 Hz da ishlatishingiz mumkin. Javob berish vaqti bizda 5 millisekund hisoblanadi. 5 ga 60 Hz uchun 5 millisekund bu aslida yomon emas. Misol uchun, shu monitor ishlatadigan o'zi aslida odam kuniga 7-8 soat ishlasa, yarim soat yoki 1 soat shu monitorda o'z o'yin o'ynashi mumkin. Misol uchun, mana shunaqangi Cyberpunk o'yinlarini haqiqatdan 5K da o'ynamoqchi bo'lsangiz, shaxsiy kompyuterda ulab, marhamat, video kartangiz 4090 yoki 5090 bo'lsa, kuchini sinab ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zi 5K torta oladimi? Yo'qmi? Aslida o'zi 5K da o'yin o'ynash uchun ham ancha kuchli bo'lgan kompyuter kerak. Yoki mana shunaqangi Redemption kabi legendarniy hisoblangan o'yinlarni yuqori sozlamada o'ynab ko'rmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy kompyuterda 5K bu shunchaki zo'r deyish mumkin. 5K da siz mazza qiladigan asosiy afzalligingiz, siz juda ham ko'proq bo'lgan atrof muhitni, detalizatsiyani, ya'ni kadrdagi juda ham ko'p piksellardan mazza qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kadrdagi juda ham ko'p piksellar soni, har bitta tabiatda nuqtalari chiroyli ko'rsatilishidan o'zi mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Faqatgina bu aytganim kabi sizga yuqori Hz o'yinlar uchun yoki misol uchun action o'yinlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ochiq dunyo o'yinlari mazza. Ana endi shu monitorimizda haqiqatdan 99% mo'ljallangan yo'nalishi bizda bu rang hisoblanadi. Ya'ni koloristlar, montajyorlar, grafik dizaynerlar yaxshi bilishadiki, bozorda hozirgi kunda ushbu narx atrofida eng katta ikkita brend bor deyishim mumkin. Bu Asus ProArt oilasi bo'lsa va BenQ-dan PD oilasi hisoblanadi. Ushbu monitorimiz rang bo'yicha nima uchun yaxshi deydigan bo'lsak, mana qadoq tarkibidan o'ziyoq ProArt oilasiga xush kelibsiz degan yozuv chiqadi va o'sha Kalman sertifikati berilgan bo'ladi, ya'ni zavoddayoq kalibrovka qilingan. Bu yozib qo'yilgan, misol uchun parametrdan ko'ra 1-2% farq qilishi mumkin, lekin qolgan monitorlarga qaraganda o'zini sifati, ya'ni haqqoniy ranglarni ko'rsatishi bilan ProArt ajralib turadi. Kommentariyada shunaqa yozishgan ekan, undan ko'ra test qilgan yaxshi edi, test qilib ko'rsatgan to'g'ri, test qilgan albatta yaxshi. Lekin hozirgi kunda bizda asosiy yo'nalish bu video tahlil hisoblanadi. Agar test natijasini ham qilsak, albatta keyinchalik bu haqida ham alohida videolar chiqaramiz, ya'ni yozilgan parametr bilan o'zini haqqoniy qanchalik ishlashi haqida. Agar bunaqa testlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz ham YouTube ga qidiruv orqali kirib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. ProArt monitorlarida test natijalari umuman fantastika bo'lib, teskari bo'lib ketmagan yoki qanaqadir bu yerda aldash, marketing emas, ya'ni haqiqatdan yozilgan parametrlarga javob beradigan matritsalar ishlatilinadi. Ana endi kelinglar to'laqonli rang xususiyatlariga to'xtalsak, bizda sRGB ni 100% qo'llab-quvvatlaydi. Bu juda ham kerakli hisoblangan. sRGB bu kundalik hayotimizda ishlatadigan telefon, planshet, YouTube, ijtimoiy tarmoqlarni rang maydoni hisoblanadi. Buni 100% to'laqonli yaxshi ko'rasiz degani, chiqayotgan, qilayotgan ishingiz qanchalik haqiqatdan yaxshi ko'rinishini oldindan bilish degani. Undan keyingisi bizdagi 95 Adobe RGB hisoblanadi. Ya'ni Photoshop, Premiere, After ishlatgan paytingizda uni rang maydonini
biz yana ham yaxshiroq ko'rishimiz mumkin. Hozir sal turib sizlarga o'zi bularni qanchalik, ya'ni chegarasi, farqi borligini ko'rsatamiz. Undan keyingi asosiy parametr bizda bu DCI-P3 hisoblanadi. Bu ya'ni yana ham kattaroq bo'lgan rang maydoni hisoblanadi. Buni 99% qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu yonimda chiqayotgan jadval orqali mana sRGB Raket 9 DCI-P3 ni rang maydon qamrovini ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, bu istalgan monitorda shunaqa parametrlar hozir arzonida ham bo'lishi mumkin, lekin Delta E degan narsa bor. Bu 2 dan kichikligi haqiqatdan zo'r. Delta E degani monitorni rang ko'rsatish xatoligi ko'rsatkichi qanchaligidan ya'ni dalolat berib turadi. Misol uchun, o'yin uchun monitorlarda 4-5 dan yuqori bo'lgani yaxshi. Noname monitorlarda bu 4 dan yuqori, ya'ni ranglarni haqqoniy ko'rsatish yo'q desak bo'ladi yoki o'rtacha o'yin uchun monitorlarda Delta E 3 dan kichkina bo'lsa, yaxshiroq. Bu 3 dan kichkina juda ham ko'plab hozirgi monitorlar bu Delta E'si bundoq o'lchasa 3 dan kichkina, lekin 2 dan kichik degani bu haqqoniy, ya'ni ranglarni haqiqatan yaxshi ko'rsatadi. Ya'ni bu professional color uchun bo'ladi degani. Agar Delta E 1 dan kichik bo'lsa, bu shunchaki rang bo'yicha eng ideal monitorlardan biri degani. YouTube kanalimizni kuzatishda, qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, mana shunaqangi ProArtni OLED monitorlarini ko'rib o'tamiz. Ularda haqiqatan Delta E 1 dan kichik. O'zi USB-lari nima uchun kerak deydigan bo'lsak, bunda KVM funksiyasi bor. Ya'ni klaviatura mishkani biz to'g'ridan-to'g'ri monitorga ulaymiz. Monitorimiz ham shaxsiy kompyuterga, ham MacBookga yoki birorta notebookga ulab qo'yganmiz. Shaxsiy kompyuterga ulagan paytimizda shaxsiy kompyuterda o'sha biz klaviatura mishkani ishlatib ketishimiz mumkin yoki notebookga ulagan paytda notebook, ya'ni ikkalasi uchun alohida klaviatura mishka ishlatish shart emas. Mana shu KVM funksiyasi orqali monitor qaysi bizda texnik qurilmaga ulangan paytda klaviatura mishka bizda ishlab ketishni boshlaydi. Bu ham o'ziga yarasha zamonaviy monitorlardagi qulay funksiyalardan biri. Ana endi shu monitorni tashqi ko'rinishi, dizayni, qulayliklari bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, birinchi galda menga yoqqani qolgan ProArt monitorlaridan o'zini anchayin ingichka qilingan yon tarafdagi ramkalar va yondan qaraganda ham juda ham ingichka qilib ishlangan dizayni bilan, ya'ni ProArt oilasi orasida o'zi ajralib turar ekan. Oyog'ini ham juda ham qulay, ergonomik qilib ishlashgan. Mana shu oyog'i bilan 13 sm tepa pastga biz tushirib chiqarishimiz mumkin. Mana shu turgan holatda 30 gradus chapga va o'ngga ham qarashi mumkin. Albatta 90 gradusga aylantirib biz planshet rejimda ham o'zi ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Buni aynan mana shu monitorni Apple Studio Display bilan solishtirib ko'rishgan, menimcha ko'zingizga tushgan bo'lsa kerak, lekin bu qaysidir ma'noda sal xatoroq variant deyishim mumkin. Bunga sabab bu monitorlarning orasida narx deyarli 2 barobar farq qiladi. Bundan kattaroq, ya'ni haqiqatan o'sha Apple Studio Display bilan tenglasha oladigan Asus ProArtda OLED monitorlari bor. Kommentariyada OLED so'zini yozib qoldirsanglar, aynan ProArt oilasini OLED monitorlarini ham obzor qilamiz. Ana uni Apple Studio Display bilan keyin solishtirib ko'rsa bo'ladi, lekin texnik jihatdan deyarli u bilan bir xil ko'rinish va sifatni bermoqda aynan ushbu monitorimiz. Qolaversa Apple Studioga qaraganda buni asosiy afzalligi rang bo'yicha o'sha Calman sertifikati bor. Ko'pincha Apple Studiolar maqtashadigan jihatlari uni kolonkasi bor, sifatli. Ha, bunda ham kolonka bor, ancha past. Sal turib test qilib ko'ramiz. Lekin men o'ylayman, hatto o'sha Apple Studio displayida kuchli kolonka bo'lgan taqdirda ham uni kolonkasi bilan hech kim montaj qilmaydi yoki ovoz yosh studiyalarda deyarli uni kolonkasi ishlatilmaydi. Sababi baribir professional jihatdan olib qaraganda u professionallikka yarmiga ham to'g'ri kelmaydigan kolonka qo'yilgan, dahshatlisi qo'yilgan taqdirda ham. Baribir aytmoqchi bo'lganim, studiyalarda baribir alohida professionalniy kolonkalar bo'ladi. Shuning uchun bu monitornikini olib ishlataman deb o'ylash bu sal xato fikr. Uni kim ishlatishi mumkin? Shunchaki uyda kolonkasi yo'q va ofisda YouTube tomosha qiladigan odam ishlatishi mumkin. Professional soha ijodkorlari unaqa kolonkani, monitorlarnikini o'zi ishlatishmaydi. Ikkinchisi, tashqi ko'rinishi, misol uchun buniki to'g'ri plastikdan ishlangan, alyumin korpus bilan solishtirish baribir sal u noto'g'ri bo'ladi. Lekin nima deydi? O'zi Asus ProArt kabi yoki professionallar monitorini qarasanglar, hattoki juda ham eni qalin bo'lgan, beo'xshov monitorlar ishlatib o'tirishgan bo'ladi Gollywood studiyalarida ham. Ya'ni professional soha egalari, rang bilan ishlaydigan insonlar uchun unaqangi tashqi ko'rinish juda ham katta hal qilmaydi. O'zi professional kolorist qorong'i xonada o'zini maxsus rang kodiga ega bo'lgan, orqada fon bo'lishi kerak, hatto orqada podsvetkalari bor, o'zini maxsus kodlari bo'lgan
ana shunaqangi xonada o'tiradi. Shuning uchun buni tashqi ko'rinishi, kolonkasiga e'tibor bermaslik kerak. Lekin shunaqa bo'lsa ham ushbu Asus ProArt monitorida tashqi ko'rinish dizayni juda ham chiroyli va minimalistik qilib ishlashgan. O'ng tarafga o'sha ProArt logotipini chiroyli qilib joylashtirishgan. Mabodo mana shu ergonomik oyoq yoqmasa ham olib tashlasanglar bo'ladi, 100 ga 100 o'zini versasiga ega. Xo'p, undan tashqari menga bu safar o'zgacha yoqqani, bu yerda ham bizga knopka qoldirishgan, ham joystick bor. Mana bosgan paytimizda xohlasak biz joystick ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana joystick o'zidan ishlarini bitirishimiz mumkin bo'ladi yoki mana bu knopkalari orqali menyusini ko'rishimiz mumkin. Har doimgidek juda ham chiroyli bo'lgan. Qora va qaysidir ma'noda tillaga yaqin, lekin ko'proq bronza rang effektini beradigan umumiy ranglardan foydalanishgan. Ko'rishimiz mumkin bizda sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Raketis 9 kabi rang rejimlar o'rin olgan bo'lsa, brightness, contrast, gamma, rang haroratlari, black level, ya'ni barchasini nazorat qilishimiz mumkin. PIP degani bu ekranni bir vaqt o'zida 2 ga 3 ga bo'lib ishlatish. PBP funksiyasi bu ekran shunaqa turadi. Telefonlarda bo'lardi oldin eski Androidlarda. Mana bu burchagiga qanaqadir YouTube'mi yoki birorta darsliklarni ochib qo'yib ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i, bu safar Asus ProArt mana shu funksiyalarni umumiy monitorni nazorat qilish funksiyalarini hatto alohida dasturga joylashtirishgan. Ya'ni menyusiga kirib o'tirmasdan kompyuterga o'zini dasturini yuklab olib, ekran sozlamalarini siz amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek mana ko'rishimiz mumkin, ekran chetlarida chizg'ichlarini chiqarib qo'yishimiz mumkin. Va odatiy monitorlar singari HDMI, DisplayPort, USB Type-C rejimlari bor. Shulardan birortasini tanlab, qaysi orqali ulaganimizni tanlab ishlatsak bo'ladi. Ya'ni menyusini shunaqa bu safar juda ham chiroyli qilib ishlashgan. Asosiy menyuni boshqarish uchun 5 ta knopka, alohida bitta knopka o'chirib yoqish va umumiy qulayroq boshqarish uchun bitta kichkinagina joystickni mana shu monitorning oldi qismiga chiqarib qo'yishgan. Qadoq tarkibidan tanishadigan bo'lsak, xuddi bir qimmat naushniklar singari anaqa chiroyli qanaqa ishlatish haqida zo'r yo'riqnoma qilishgan. Bundan tashqari yana bitta kitobchasi bor. Mana undan tashqari esa eng asosiysi bizda mikrofoni alohida hisoblanadi. Bu ushbu naushnikda ham mikrofonsiz. Kolonkasini ovozini o'zingiz eshitib ko'rdinglar. Aytishim mumkin bo'lgani, YouTube, kundalik hayotda ishlatish yoki qanaqadir darsliklar ko'rish, muntazam, ya'ni odatiy kundalik hayotda ishlatish uchun yetarli, yoki shunchaki past chastdan, ya'ni ovozda basni xohlovchilar uchun to'g'ri kelmaydi. Muhimi shunchaki qo'shimcha qulaylik sifatida qo'shib qo'yishgan o'sha stereo kolonkaga ega 2 wattdan 2 ta. Shu monitor haqidagi yakuniy xulosam sizga yetadigan bo'lsam, o'zini narxi, sifati, tashqi ko'rinishi, u beradigan funksiyalari bilan 5K aynan monitorlar orasida yaqqol o'zi ajralib turadigan qulayliklarga ega bo'lgan monitor hisoblanadi. Buni 4K yoki 2K emas, haqiqiy o'sha 5K monitorlar orasida marhamat o'zingizlar solishtirib ko'rishingiz mumkin. Ha, to'g'ri, buni har xil Xitoy monitorlari bor 600-700 atrofida, lekin ularning rang bo'yicha sertifikati yo'qligi, Asus ProArt kabi misol uchun zavod tarafdan beradigan eng kamida 3 yil ishlatish mumkin bo'lgan garantiyasi kabi fishkalari bo'lmaydi ularda. O'zi brend kompaniyalarning yana bir asosiy afzalligi, ular haqiqatdan misol uchun 3 yil ishlaydi deb chiqaryaptimi, demak ular laboratoriyada oldin matritsasini test qilib ko'radi, ranglarni kalibrovka qiladi. Oddiygina aytishim mumkin bo'lgani, mana shu ekran ichiga qo'yiladigan IPS monitorlarda podsvetkani o'zida tejash orqali $50-100 pulida farq qilishi mumkin. Ya'ni juda ham ko'plab no name yoki yangi kirib kelayotgan qanaqadir brendlar oddiyroq bo'lgan oddiygina podsvetkalarni ishlatishadi. Asus, Dell, BenQ, hozirgi kunda yaxshi chiqayotgan MSI, hatto o'sha HP monitorlarda ancha-muncha yaxshiroq bo'lgan sifatga ega texnikalardan ishlatishadi. Siz brenddan ham tashqari unaqa paytda ishlatilgan yaxshi qimmat mahsulot uchun o'zi aslida pul to'laysiz. Aytgancha, shu monitorni qidirib borgan paytingizda tugab qolgan bo'lsa, darrov boshqa monitor qidirishga shoshib qolmang, sababi ora-orada yana baribir qayta-qayta shu monitorlardan olib kelinadi. Ya'ni bu kabi yaxshi monitorlarga yuqori bo'lgan talab tufayli orada kamayib qolishi mumkin, lekin Edge Computers Telegram kanali muntazam kuzatib borsanglar, ana shu yerda chiqayotgan narxlari, monitorlar keldi, kelmadi, shu kabi ma'lumotlarni olib turishingiz mumkin.
Marhamat, ushbu ProArt monitorimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta Edge Computers do'koni orqali xarid qilishingiz mumkin. Undan ham tashqari bunda budjet variantdagi ProArt yoki bundan ham qimmatroq OLEDlarni albatta Edge Computers orqali juda ham qulay narxlarda topishingiz mumkin. Aytgancha, ProArt ishlatadigan bo'lsangiz, siz qaysi modelni ishlatib ko'rgansiz? Fikringizni yozib keting. Sizlar bilan esa keyingi video tahlillarda ko'rishguncha deb qolamiz.